Kovidh. Yo, assalomu alaykum. Bugun 3-tur Vodiy derbisi Andijon Neftchi. Bugun uchrashuv yonadi. Shunda ham bambit bo'ladi. So, efirim yo'qchi ko'psizlar, addushi, layklar bosinglar, yondiringlar. Bugun addush o'yin bo'ladi. Oqshalaq bali akadan. Qani, o akachamizni. O'zim operator qilishligim xatoda. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Bo'lyapti. Stream ketyapti aka. Hozir kiroylar joylashinglar gaplashamiz. Necha bo'ladi? 3-0 ga? 2-0 yuta. Ashaddiy o'g'lingizdan kirib kelishyapti. Mister Hormeng. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Bugun g'ayli bir kameraga tushdingiz aka. Bugungi o'yin haqida siz fikringiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Zo'r bo'ladi, neft yutadi. Neft yutadi. Davay, olg'a. Siz ishlashda davom eting, charchamang aka. Siz 100 ta odam sizga poddershka qilyapti. Dedi, Mister, how are you? Qani Zuhriddin? Zuhriddin qani? Zuhriddin, shu yerdamisiz uka? Da 2-1 bo'ladi, Andijon yutadi. Uni qani ko'ramiz, necha bo'ladi? Aka, xodimlar tushib qolmasin berdi. Mana shu kirish jarayonini ko'rsatdi degan. Qara shu. Xodimlar umr kameraga Sizni tushundim. Davay, ishlarga omad. Aka, menga bunday qilish kerakmi? Ha? Net, federatsiyadan aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Mana taqomat. Bejik bor, ichkarida-da. Qani yerda? Olib tasdan qilib. Bugun o'yin qattiq bo'ladi. Yo, nima gap, chat. Zuhriddin hozir vrachga yo'qda pizza olmoqchi, operator, fotograf. Ha, Neftchi kiydi, mana bolajonlar chiqadi, shu futbolchilar bilan. Belkilar, yo, nima gap, charchamayapsizlarmi? La. Shu bo'lib bering ikkiga. Da, bugun qattiq o'yin bo'ladi ichkarida. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Aka, eshikni ochib olmaysizmi? Iltimos. O bilan, qo'lim yonib qoldi. Aka, pizza futbolchilarga. Futbolchilar. Ha. Shu siri bo'lish kerak. Vrachga? Shu siri bo'lish kerak aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Hozir mana bu iftorlik paytida akalarimiz mana shu yerda tezda bu narsalar tashkillashyapti. YouTube'da ketyapsizlar aka. Bugun o'yin qanday bo'ladi aka? Omad tilaymiz, ikkala komandaga ham o'zimizni shu Neftchiga ancha o'tgan yildan beri ancha muxlisimiz. Ikkala komandaga omad tilaymiz. Sizlar ham salomat bo'linglar, rahmat. Da, rahmat katta aka. Sog' bo'linglar. Chat, nima deysizlar? Yesammi? Men oldin ochib olishim kerak. Chat, hozir iftor tayinimiz yo'q. Shu hozir yarim soatmi 40 minutda boshlanadi. Yomg'ir bormi-da? Kun bo'yi rosa yomg'ir yog'di. Vo, chat. Men zvukni o'chira qolay. Assalomu alaykum dadajon. YouTube'ga ketyapti-da, promoy, ha? Nima qo'yapsiz? Na, YouTube'da promoy hozir. Nima bo'lyapti? Ana. Yo, nima gap? Chat, ot ham 150 ta odam o'tiribdi. Kompyuter. 2 minutda qiling. Aka, Qani ularni futbolga tushgasin. kelishadi. Hop, bilan pul qatib qo'ydim. Yo, chat, nima gap? Aka, dilsizxorlarsiz bo'lsa gapiravering. Kimga gapirishni? YouTube'ga, xohlasiz obunachilarga, xohlasiz boshqalarga. Bugun neft yutadi. Da, nechiga? 2-0 yutadi. Aka. Asosiy sahnalarga chiqishni boshladik. Ya'ni futbolgacha bo'lamiz. Qani? Qaysi biri? Ha, davay, chaqiring aka. Shu Robert Ziz, значит, shu ajoyib. Shamol avjida. Purum taraf. Assalomu alaykum yangi boylar. Kanalimga yo'q qo'yish kelibsiz. Vodiy derbisi bizda. Ya'ni Andijon hamda Neftchi o'yinining uchrashuviga bugun sazovor bo'lamiz. Qaysi birisini? Aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xo'p. Aka, bugungi o'yin haqida siz fikringiz? Bugungi o'yin xudo xolasa yonadi. Inshaalloh Neftchi g'alaba qozonadi. Necha hisobida? 2-1 taxmin qilyapman. Men o'yinchim bo'yicha 3-2 yutamiz. Inshaalloh. Aka, siz bilan ko'rishamiz. G'alaba bizda bo'ladi. Davay, olg'a Neftchi, olg'a Farg'ona. Yo, ketdik, qani operator? Davay. Hammaga omad. Chat, nima gap? Chat. So, ko'ryapmiz. What's up, gangsters? What's up? Bu yoqda oling. Kayfiyat yaxshimi? Davay, omad. So, ketdik. Necha yutamiz?
Xohlasa jamoamiz 2-1. 2-1. Shu avtoriska kelyapti, akasi bilan ko'rishamiz. Men fan klubga qarab ketdim. Shu, xayr. Yo, WhatsApp, gay, yoramiz bugun. Yo, deb, menimcha zvuk hammasi yaxshi. WhatsApp, gay, wow. Tish tirnog'ingizgacha qurollarni tuzay, malades. Salom yustirlar! Ura! Hozir. Hop, menimcha kiyimchani qo'ydik. O'rta bo'ldi. Yo, voy bola. Qani birodarlarim qani? Va alaykum salom. Qalaysiz? Malades. Zo'r. Chat nima gap? Charchamayapsizlarmi? Biz hozir fan klub zonasiga keldik. Hozir bu yerda rosa avjida, hamma tayyorgarlik issiq, plus atmosfera keladigan bo'lsa, sovuq deyapti, hech qanaqa sovuq emas. Yo, Robert shu yerda. Yo, haqiqiy ilhom qayda deydi? Mana shu bo'ladi. Hop, Andijon tomonga o'tin deyapti. Nima qilib o'tayman Andijon tomonga? Chat. Yo, aka-chamiz Qirg'izistondanmi deyman? Aka Qirg'iziston balak yeyapsiz, Qirg'izistondanmisiz deyman. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Qirg'izistondan keldik. Bugun Andijon chempion yutdi. Bugungi o'yin qiziq fikringiz aka? Bugungi o'yin xudo xolasa 100 ga 0, 3-0 ga Neftchi yutadi. Hakki shotda ham unaqa bo'lmaydi. Jon uka, men yana ham hurmat bilan 3-0 deyapman. Boringizga shukur, rahmat sizga. Omad chiqaryapti. Va YouTube'da ketyapti. Mayli, andijonliklarga ham hurmat. Abdushi fanatlari bilan Neftchining fanatlari bugun Vodiy derbisini ko'rsatadi. Hammasi hazil, ro'za Ramazonda aka-uka bo'laylik. Ha, rahmat sizga. Ha, ko'rsa hech narsa qilmaydi. Pushkin Mirjahon. Ha, Pushkin Mirjahon. Andijonliklar keldi. Atmosfera olov, turistda yaqin ham o'tiribdi-da. Shu laglarni bosamiz. Bayroq do'stlar, bayroq. Shu 440 bitta odam-da. Andijon tomoniga Qilotamiz, tek sotilmaylar. Ha. Davay gollar, davay. Yo. Yo'lar, ketadi. Hop, bizda bo'lsa performans. Ura, performans. Fan klub bilan zarg'ab qilamiz-da, kanalim bilan bo'lamiz, yangi o'yinlar, davay. Mana fan klub. Neftchi yutadi bugun Neftchi. Malades. Neftchi olg'a. Voy, malades. Malades. Olg'a, zo'r. Olg'a. Bo'ldi, qochinglar. Chala, to'xtab. Ura! To'xtab.
biz 1800 ta bo'ldik. 2000 taga harakat. Nechida standart vaziyat. Assalomu alaykum. Rossiyadagi yurtdoshlar o'yinni qayerdan ko'rsa bo'ladi? Aytib oling, iltimos, deyapti. Hop, o'yinni qarang. Hamma YouTube'ga kirib TOFL deb yozsangiz chiqadi. Ofitsial saytdan beradi. O'yinni ko'ramizmi? Yo'q, o'yinni ko'ra olmaysizlar. Va strayk beradi, undan keyin o'sha strayk bermasa, men o'tgan safar o'sha bir hafta dam olganim yetadi. Atmosfera yaxshi, sovuq. O'shanga qaraylik, shuncha muxlis kelib. Biroq Hosil aka, assalomu alaykum. Sog'lom, yaxshimi? Nima qilyapsiz? Gap o'tdingizmi? Shatta. Ha, gap yo'q. O'zimiz bilan Shahardondan Hosil aka. Kiring, YouTube'ga kiring. WhatsApp. O'tirsizmi? Aka. Ko'rib o'tiraylar, ha. Olamiz, aka. Ketdik. Bu safar muxlislar bilan suhbat qila olmaymiz endi. Yo'q, ular o'tirishni muqillab. Hop, anjalik fanatlarni ko'rsatib imkon deyapti. Ot mana Anjon. Yo'q. Afsuski. Afsuski o'yinni ko'rsata olmayman. Mayli bitta muxlislar siz nima qilib qo'shilmadingizmi o'yinga? Ha, xullas Neftchining mutasaddilari. YouTube'da ketyapsizlar, uka. Ta'tir bo'ling. Ketyapti sektor. Vo'v mana. Shoqolislarni o'qib ikkinchi ketyapti. Bizimga o'sha qaytarishganmisizlar. Bizim aytib Da 113 ta odam da laklab bosamiz. Yo'qdim. Hop, uka, mana hech qachon esdan chiqmasin. Laklab yozib, kommentariy yozing. Men shu yerdaman deb. Brachka. Darvoza mana. Salom mister. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, birinchi o'yinchi bo'lish kerak, ha, Anjon, ha? O'yinchi bo'lib. Hop. Sariq diviziya. Ha, o'sha. To'shak. Ha, men hokim klubiga shunaqa o'yinchi bor edi Anjonda. U21da. Kimada? Ha, bizlar o'tishmagan. Ha, sariq diviziyaning asoschisi. Biz, hop, o'tgan safar mikrofon o'chgan ekan. Endi eshiting. Bu safargi emotsiyani endi boshlatib gapirasiz. Siz kim, qayerdansiz? Zeudin G'ofurov. Instagramni boshqaraman, insiderman. Aha. Bu endi ko'rish uchun kelmasam ham bo'lardi. Qozog'istondan keldim. Ataylar, umuman mana shu o'yinni ko'rish uchun Qozog'istondan keldim bu yerga. Seriozmi? Ha, o'zim farg'onalikman, lekin shu o'yin uchun keldim. Shu o'yinni ko'rish uchun shu darajada qiziq bo'lishini bilaman. O'shani hisobiga shu o'yinni ko'rish uchun o'shadan keldim. Ha, albatta. Zo'r. Plus Neftchi g'alaba qozonadi. Yo'q, g'alaba qozonadi. G'ofurov pastki chiziqcha FS Insider. O'zbekiston bo'yicha Superliga bo'yicha insiderlarni birinchilardan bo'lib yetkazaman odamlarga. Xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin xizmatlaringizdan aka. Ikki safar ko'rsatdim chiroyli qilib. Kechuvni chiroyli olib berdim. No, efirimga strayk keldi. Shuning uchun efirni yopdi. Bir hafta deganda ochildi efirim. Mana qaytadan o'yinni ko'rsatmasdan hali xamirdan qilsa urgandi dedi-da buni. Ha, albatta. Hamma joyda qonun qoidasi bor o'ziga yarasha. Ha, qonun qoidalariga bo'ysunish kerak.
Yaxshi, oraga pas. Yaxshi. Qara. Jamshid Iskandarov. Iskandarov uradimi? Gol! Jamshidinho! Hozir Iskandarov nima ijro etdi do'stlar? Ha, Alisher Odilov gol muallifi. Hamma uni quchoqlaydi, lekin birinchi bo'lib turib Jamshid Iskandarovning harakatini olqishlab qo'yishimiz kerak. U ijro etdi. Ochildi. Ya'ni 42-daqiqada birinchi golni urdi. Qanday yoqimli onlar. Ajoyib. Rosta kombinatsiyaga gap yo'q. Hammasi o'ylangan, hammasi o'z joyida amalga oshdi. Gol. Ona atushi ko'rdi. Zo'r moment bo'ldi. Choyini ichirib yordik deganday anaqa emotsiya bildirdi Alisher Odilov. Bugungi o'yin haqida siz fikringiz? Zo'r o'yin bo'lyapti. Birinchi gol zo'r turib bersa bo'ldi. Ha, chotki. Rahmat sizga. Ismingiz kim? Qayerdansiz? Marg'ilondanman, Murtazo ismim. Murtazo aka, davay ishlarga kanal bu kanal. Robert Shahmardanskiy. Shahmardanskiy. Vashimi? Jiddiy kanal aka. O'janjal. Yo, chat. Nima gap? Birinchi gol nima deyapti? Ama aqlas sirrasi lirik chekinishga kirib ketdi. Joyini topib kelaman. Qo'rqalay bo'ldi. Yaxshi. Ishlar yaxshimi? Olamiz. Yo'q, issiq basdi. Alo, ya, sizga. Qani, polvonmi? Polvon birinchi bo'lim haqida sizning fikringiz? Birinchi bo'limda Neftchi jamoasida juda ham ko'p vaziyatlar bo'ldi. Ayniqsa gol menga juda ham yoqdi. Jamshid Iskandarovni bergan pasi Alisher Odilovga juda ham omadli keldi va gol urdik. Andijonliklar ham yaxshi harakat qilishdi. Ayniqsa hujumlari juda ham xavfli chiqdi. Biz juda ham gol urib qo'yishadi. Juda ham qo'rqdik, lekin o'yin juda ham yaxshi bo'ldi. Qoniqarli natija meni quvontiryapti. Bu juda ham qoniqarli natija hozir. Malades, sharh uchun ismingiz kim? Qayerdansiz? Sardorbek. Qo'shtepadan. Ikkinchi bo'limda ham nechta gol ko'ramiz? Ikkinchi bo'limda bitta yo ikkita gol uramiz. Mana shu Neftchini o'yinlarini har doim daftarimga yozib ketaman. Natijalarni, kim gol urganini, daqiqalarini. O'tgan o'yinda Sug'diyondan 0-3 hisobda, yirik hisobda yutganimizdan juda ham xursand bo'ldim. Qoyil. Uka, mana federatsiyaga keling biror kun, meni oldimga, qarasho. Sizni videoga tushiraman. Xo'p? Pom param prum. Xo'p, bizda birinchi bo'lim yakunlandi. Shuncha muxlislarimiz ko'rishdi. Shu menda hozir qo'shilmayotgan narsa nima desiz? Yo'q, bejik emas. Anaqa. Aka, siyosatga aralashmang. Bizda bo'lsa hozir stream ketyapti. Instagramdan zaletab qilamiz, o'tamiz. Ikkinchi bo'lim ham yondiramiz. Yo'llar yomg'irini kutamiz. Kun bo'yi yomg'ir kutdik, endi yo'llar yomg'irini kutamiz. Yo'q. Vo, soch to'sganni qarang, yo'qmi yo'q. Sochim to'sganni yurardim. Bir vaqtlar. O, Bo'ldi g'aldirajim. Wow. O'zingiz tanishtirib o'tsiz. Men Jo'ra Asadbek Sardiviza kanali egasiman. O'yinga Rishtondan keldim. Rishtondan keldingiz, hozir o'yindan keyin Rishtonga ketasiz. Rishtonga ketaman. Gap yo'q. Zo'r. Xo'p, birga o'tirib sharhladik. Aka, yana bir qator o'zingizni jiddiy tanishtirib qo'ying. Jiddiyroq tanishtiramiz. G'ofurov o'zi asoschisiman. Saidar O'zbekiston Superligasidagi eng tezkor insaytlarning birinchilardan shu xalqimizga, futbol ishqibozlariga yetkazaman. Gap yo'q. Shu muvaffaqiyat tilab qolaman karyerangizda. Rahmat, kattakon. Xo'p, maqsadimiz shu o'zbek futbolini yanada tanitish, yanada mashhurroq qilish. Asosiy maqsadimiz shu. Xo'p. Rahmat, yana bir narsa, yilning eng oxirida yanvar oyida bo'lib o'tadi, yilning eng yaxshilarini taqdirlash. Ya'ni futbol sohasini yoritayotgan blogerlar nominatsiyasi bor. Ana shunda biz g'olib chiqish niyatini maqsad qilib qo'yganmiz. Bor yana 1 yilda bo'lar yoki 2 yilda bo'lar, baribir o'sha narsani olamiz. Xudo xolasa olamiz. Erishamiz. Erishamiz. Yovich kirib boryapti, ancha qo'yib berishdi, zarba yo'llandi va bu hududdan zarba yo'llash mumkin. Gol Iskandarovning o'zi ham tablochilarga ish topib beryapti. Qanaqa qilib turib
bo'sh hududlarni topyapti Jamshid. Qoyillar qolishimiz kerak bu oqshom. Bu yerda asosiy ishni Yovich qildi desak bo'ladi va Andijon himoyachilari ham chempionlik yo'lakchasini ochib berishdi. Nimagadir uchrashuvning shubhasiz eng yaxshi futbolchisi Jamshid. Gol plus pas boshqacharoq bo'lsa kerak, o'zi ham maza qilsa kerak. Undan keyinchalik so'rab olarmiz. Mana shu epizodga qarang, zarba yo'lladi, himoyachilar qaytarishdi, to'pni Abror Iskandarovga qaytardi. Jamshid esa xotirjam zarba yo'lladi. Bunaqa imkoniyatdan albatta foydalanadi ushbu futbolchi. To'p yetkazib berildi, pasni qarang va golni qarang. 3-0 ni qarang. Jamshid Iskandarovning pasiga qarang va Anvar G'ofurovning ideal zarbasiga bir qarang. Hammasiga bir qarab chiqamiz va mana bu yigit furor ko'taryapti. Bu turishda mashhur bo'lmaysiz, maydonni ko'rsating. Ubaydullo Mahmudov mashhurlik shoshmaydi. Mana muhimi kanalni saqlab qolish. Strayk kelmasa bo'ldi. O'tgan safargi o'yinda strayk keldi. Vaziyat mudhish. Bir hafta o'zimiz uchun bilan og'rib yurdim. Moskvadagilar salom. Musofirlar, charchamayapsizlarmi? Aka, stringga omad. Rahmat, malades. Aka kim yutyapti? Xo'p, mayli. 81-daqiqa o'tib bo'lishiga qaramasdan 3-0 hisobida Andijon jamoasini Neftchi jamoasi 3-0 hisobida yutyapti. Yo. Ya, emotsiyaga ham aytib bo'lmaysiz. Ne burum, shunaqa ham bo'lish kerak-da. Wow deyapti. Da, malades. Rahmat, stringga shu Padir Shaqil akalaringizga rahmat qilsanman. Kanalimga obuna bo'linglar, layklarni bosib, yondirib bomba qilib tashlaylar. Andijon Neftchini 6 yil oldin Istiqlol stadionida 1-3 hisobida mag'lub etgan ekan. 6 yil oldin. Qora an'ana bugundan yana davom etadi. 7-yili ham boshlanyapti. Wow. Bugun Osiyocha o'tgan mavsumda Neftchi Bobur Arenada ham 2-0 hisobda g'alaba qozongan. Istiqlol stadionida ham 2-0 hisobda g'alaba qozongan. Wow. Rahmat sizga. Mana bu xunuk ish bo'ldi. Futbolchilar professional bo'lish kerak. Da, to'g'ri. Asosiy vaqt tugadi. Ana qo'shimcha vaqt qancha ko'rsatildi hali aniq ko'rsatilgani yo'q. Wow. Qo'shimcha daqiqalar Neftchi ishqibozlarga rahmat, qo'llab-quvvatlagingiz uchun. Da, rahmat. Stadion, strzał! Mazoviy saqlab qo'yamiz. Yo'q. Rahmat. Shuncha muxlislar Andijon muxlislari tomonidan, ya'ni mehmonlarga bo'lsa iltifot ko'rsatadi deb o'ylayman. Iltifot, da? Da. O'yindan oldin ham iftorlik deganda bormidingiz? Yo'q, qayerda bo'ldi? O'yindan oldin Neftchi muxlislari Andijon muxlislariga iftorlik. O, zo'r. Wow, malades. Hop. Mana shu onlar kerak edi menga. Mana shu onlar. Hokim shuni oho, zo'r ya, yo'qoting bo'lmasa uyat qolasiz. Rahmat. Mana shu ajoyib kadrlarni tasvirga olish menga nasib qildi.
Ana endi mana shu yerda bababum bo'ladi. Qani. Mana yangi bo'ylarim, streamni ko'rdlaring, qo'ldan kelgancha imkon qadar mana shu yerda o'tgan streamga strike kelganida o'shaning imkoniyatini oldini olib, qo'ldan kelgancha qildim. Like'larni bosib, kanalga obunani yondiramiz, bombilatamiz. Keyingi o'yinlarda yana ko'rishamiz. Vodiy futboli endi o'ylanyapti. Olg'a Farg'ona, olg'a Nevchi. Go!